Ushbu ruchkali Qur'on kitobimizni bekarga sovg'a qilib olib keting, bekarga. Buni shartlari biz bunaqa olg'ov-dalg'ov shartlar aytmaymiz. Doimgi kommentariy o'yinimiz aynan Instagram akkauntimizni kommentariyasiga bitta chiroyli kommentariy yozib qo'ying, sizdan nima ketdi. Shu 5 kundan keyin kim kommentariyasi eng ko'p like yiqqan insonga aynan Qorasuv shahrimizdagi Avialux kompaniyamizni ofisidan bekarga sovg'a qilib olib ketsalar bo'ladi. Assalomu alaykum, o'zimni yaxshi niyatda umra safarlariga va boshqa joylarga safarga otlanib yurgan do'stlarimizga do'stlar, ro'za Ramazon oyimizda 2-10 kunligiga nima bilasizlar, ro'za oyi ichi paketlarimiz, umra safarlarimiz qimmatroq bo'ladi. Bugun sizlarga aksiya bahoda, skidka bahoda ro'zaning 2-10 kunligiga umra safarimizni bo'lg'oni $1000 dan srochniy bahoda chiqardik. Bu yoqdagi sharoitlarimiz ham endi juda ham zo'r, yangi va qulay bo'lgan mehmonxonalarimiz va Makka Madina safarlarimiz va o'zimizni Avialux kompaniyamizdan o'zimizni maxsus sovg'alarimiz bor. 5 litrli zamzamlarimiz, hali bejiklarimiz, forma va sumkalarni ham hammasini o'zimizdan olib, maza qilib, aynan shunaqa ota-onamni umra safariga jo'nataman deb yurgan do'stlarimizga sovg'a sertifikatlarimiz mana bu yerda aynan sizni ota-onangizni yoki-da o'zingizni ahloyolingizni nomi yozilishi mumkin do'stlar. Bunaqa imkoniyat sizlarga yaratib beruvchi aynan Qorasuv shahrimizdagi Avialux kompaniyamizdan bugun sizlarga zo'r yangiliklar bilan keldik. Anam dag'i bir sonunjang'liq Avialux kompaniya bilan Alsat-KG kanalimizdan ro'zadan keyingi shunaqa bekarga beriladigan sovg'a sertifikatimiz va yarim puliga beriladigan sertifikat o'yinlarimizni ham niyat qilib uyushtirib qo'yganmiz. Instagram akkauntlarini Avialuxda kollaboratsiya qilib qo'yapman. Unga ham podpisatsiya bosasizlar va kuzatib tursanglar, ro'zadan keyin sizlarga tayyorlab qo'ygan bomba super yangiliklarimiz bor. Do'stlar, Avialux kompaniyamizda nafaqat umra safarlarimiz, bundan tashqari bu yer o'zi aviakassa bo'lib faoliyatini yurgizib, bizda viza xizmatlari O'zbekiston jarandari uchun Qirg'izistonga vizalar qilib berishimiz va Qirg'iziston jarandari uchun Yevropa, Janubiy Koreyaga polniy vizalarni ya'ni topshirib qilib berishligi, bundan sirtqali aviakassa bo'lib, Qirg'izistondan dunyoda Liboy chekkasiga abishni o'zimizning bilet xizmatlarimiz bor. Rossiya, Pasiya va Avialux kompaniyamizning ishchilarini bir so'z maga ayvay joqdi. Do'stlar, shunaqa qiynalganlar bo'lsa, pul tomonlama sharoiti yo'q do'stlarimizga aynan Qur'on kitoblarimizni bekarga berisharkan. Kimda kim shunga muhtoj bo'lsa, qo'lida yo'q bo'lsa, lekin yuragida shunaqa Qur'on o'qiyman degan insonlar uchun aynan Qorasuv shahrimizdagi Avialux kompaniyamizni ushbu ofisga kelsanglar, Qur'on kitoblarimiz doimiy bekarga berilar ekan. Bu juda ham xursandchilik. Ishxonamizda ish nomerlarini bersam, umra bo'yicha, viza bo'yicha Liboy turdagi savollarga javob beradigan ushbu Avialuxda telefon nomerlari 0999 08 44 44 0999 08 44 44. Do'stlar, o'sha nomerlarga keyingi qaylarsa aytib o'tgandek, shu kelayotgan ro'za Ramazon oyi shunaqa umra safariga borsam, eng qaymoq, eng shirin joyga borsam degan do'stlarimizga aksiya skidka bahodagi ro'zamizni 2-10 kunligi, ya'ni chislo bo'yicha 28 fevral kuni uchib ketadigan reysimizga ham hammalar chaqirib qolamiz va bundan tashqari aytib o'tgandek, pashti har kunga fevral oyicha polniy reyslarimiz bor. Mana shu yaxshi niyat qilganlar umra safariga borib, Allohning bir mehmoni bo'laman degan do'stlarimizga ushbu endi sababchi bo'lib shunaqa yordam berayotgan Avialux kompaniyamizga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va biz ofislarimizni to'liq adreslarimiz Qirg'iziston Qorasuv shahrimizda aynan Qorasuv bozori O'mat svetofordan aynan Qorasuvda tamojniy tomonga qarab yurib kelayotganimizda orientirning kattasi aynan Qorasuvdagi yagona ishlab jatgan Qorasuv tamojnisini oldiga kelib turib, bu yerda valyutalar bo'lsa, o'ng joqdagi birinchi meslavuz, birinchi do'konimizni aynan Aviakassa Avialux kompaniyamiz ofisiga hammalar chaqirib qolamiz va kommentariy o'yinimizni aytib o'tgandek, faqatgina Instagram akkauntimizdan o'ynatilamiz. Misol uchun oshcha unaqa shartlar bermaymiz, oddiygina doimgidek kommentariyaga chiroyli xohlagan so'zingizni yozib qo'ying. Nasib bo'lib, misol eng ko'p like yig'ib qo'ygan do'stlarimizga aynan misol uchun bugun videoni qo'ysam, ertangi 11, 12, 13, 14, 15 fevral kuni jiyintig'ini chiqaraman va chiroyli bo'lgan, juda ham zo'r bo'lgan ruchkali Qur'on kitobimizni sovg'a qatori olib ketsanglar bo'ladi. Do'stlar, hammaga omad tilab qolamiz. Alsat-KG kanalimizning janob sizning xizmatingizda.